Assalomu alaykum. Akalar tushimsizlar, charchamayapsizlar. Damascha akalar, bu videoga bitta like bosmasalar ham bo'lmaydi. O'ta qattiq video bo'ldi akalar, ko'ringlar. Damasda akamiz olib kelishdi, Besharadan olib kelishdi. Fondan hadoy qildirgani. Mayatilari prostoy ekan, o'zinikida mana shu qana. Ko'ryapsizlarmi, o'lgan holatda. Rezinkalar, amortizatorlar juda ham charchagan holatda. Akamiznikini mashinalarini hozir hadoylarni yangi qilib chotka qilib beramiz. Bitta baho berasizlar, qani ketdi. Akalar, boshlagan mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana amortizatorlar yangi qo'ydik. Pachineli mayatni qo'yib, rezinkalarni mana yangi qo'ydik. Ruloylarni rezinkalar ketgan ekan, yangi pelnilar originaldan qo'ydik. Akamiz chetda o'tiribdilar, bitta yurib ko'radilar. Aka, bitta yurib ko'ringchi, bitta baho berasiz. Akamiz yurib keldilar, mana hozir o'zlaridan to'liq so'raymiz. Aka, mashina qalay bo'libdi? Zo'r aka, cho'tki. Tanavmi aka? Shi. Ne haqki. Aka, tanishlar tavsiya qilamizmi aka? Xudo xolasa aka, jo'nataveramiz. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar kelaverasizlar, shunaqa xizmat bo'lsa, liboy mashinani hadovoy razvanli qilib beramiz. Faqat mutaxassisligimiz Damazga ko'proq yo'nalgani uchun ko'proq Damaz keladi. Rulini gidravlikaga qilib, hadovoylarni yumshoq qilib beramiz. Qana mashinalar ham bo'lsa kelaveringlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Mana shunday qiziqarli videolar o'tkazmaslik uchun profilga obuna bo'linglar. Salomat bo'linglar.